Mijozlar, men Kuldilar tuman Xonvatan mahallasi mahalla banki ko'char binomiz bor. Bizlarda hozirgi bankdagi berilgan pullarni 2012 qarorasida 2012 sonli qonun asosida chorvachilik, ekish bichish, hunarmandchilik, hayvonchilik yo'nalishi bo'yicha 100 million kirib beramiz. Muddati 5 yil, imtiyozli davr 2 yil, 21%dan yillik tanlash o'tkazib beradi, tanlash orqali tanlasalar shaxsan tasma beradi. Mahalla loyihasi bo'yicha shirkimiz bor. Muddati 5 yil, imtiyozli davri 2 yil. Mas ko'chirib beramiz. Unga tikuvchilik, chorvachilik, hunarmandchilik yo'nalishlari bo'yicha 12 million kreditimiz bor. Biznesga birinchi qadam. Bu 12 million muddati 4 yil, imtiyoz davri 6 oy. Buning foizi bunga tikish ko'chirish, chorvachilik, hunarmandchilik yo'nalishlariga kirib ajratiladi. Mas ko'chirib beramiz. Yillik foiz 20%. Oylarga berkiriladi. Stabilanskan ayollar sohalar telefon qilamiz. Sizni 12 million biznesga birinchi qadamida sizniki mahalla loyihasi bo'yicha 95 ta 80 05 09 83. Siz familiyangiz kim edi? Karim Muzaffar. Sizniki mahalla loyihasi 50 million. Menikimi? Meniki 17 million. Telefon raqamingizni ayting. 72'lik 72'lik